Yig'inlarda savollar bormi? Qo'limizdan kelgancha javob beramiz desak, bir kun bir yigit qora aka aroqni o'zi haloli, kayfi harom deydi. Shu kayfni haromligini aytsangiz deb qoldi. Kayf nima harom? Kayf harom deyilmaydi. Unda juda ko'p narsa harom bo'lib qoladi. Bir-birda nonni huzur bilan yeyish kayf. Chanqoq tashna bo'lganingizda muzdek zilol suvni ichib rohatlanish kayf. Bolalaringizni didorini ko'rib, bolalaringizni erkalatib o'tirish kayf. Hayotda mamnun bo'lib, niyat qilgan orzularingizga yetganlaringizdagi holatlaringiz kayf. Kayfni to'g'ri tushunish kerak, uni harom deyish kerak emas. Aroqni qilmishlari insonlarni boshiga soladigan jabru sitamlarini ko'rib bilib turguvchi zot aziz bashariyatga bu narsani mumkin emas, harom qildi. Endi inson tushkunlikka tushib, shu narsaga giribtor bo'lganligidan ezilish kerak emas. Irodani qo'lga olib tavbaki boshqa qilmaslik. Niyatda shu narsadan judo bo'lishlikni astoydil qasd qilish kerak. Bani Isroilda bir aka-uka bo'lishgan. Uka juda ham ibodatga qattiq berilgan, ertak-kech toat ibodatda. Aka ichkilikka ruju qo'ygan. Har kuni may ichib mast bo'lib o'tiradi. Shunda, "Ey aka, uyalmaysizmi Xudodan? Qo'rqmaysizmi Xudodan? Tashlasangizchi buni. Men sizda qilayotgan ishingizdan juda uyalyapman." "Ey uka, men bilan Allohimni qo'y. Men o'zim bilaman Allohga muhabbatim qanchaligini. Men o'zim har kuni Allohdan shu narsadan judo qilishligini so'rayman. Eplolmayapman uka, dashnom beravermadi." Uka ibodatga berilganligidan o'zini ancha baland olardi. Qalbini shaytonning vasvasi, takabbur, kibr havo egalladi. Kibr havo egallagandan keyin iymonga dars ketdi. Bir kuni o'tirib, "Men shu okamni diliga ozor berib, ichkiligini gapirib tashlab keldim. Men nima qildim? Ibodat qilib nima ma'no topyapman? Men ham borib akam bilan birga o'tirib bir mayxo'rlik qilmaymanmi? Maishat qilmaymanmi? Bo'ldi, yig'ishtirdim namozni ham, ibodatni ham. Borib akam bilan qo'ymanga ham deymanda, mayxo'rlikni, ulfatchilikni boshlab olaman" deb akasi tomonga qarab yo'l oldi. Akasi may ichib turib birdan qalbi erib ketdi. "Ya Rabbi, mendan necha yosh kichik bo'lgan ukam ibodatda bo'lsa, bu narsalarni qilmasa, men yoshim katta bo'lib turib, hali ham aqlimni tanib olmay, kundan kun sog'lig'im ketib, ibodatni qilmay bu omonat dunyodan shu may bilan o'tib ketamanmi? Tavba qildim Alloh. Meni isyonlarimni kechirgin. Hozir ukamni oldiga boraman de, ukajonim, meni kechir. Alloh kechirsin. Uka endi menga ibodatni o'rgat. Men tavba qildim, men tashladim bu ishlarni endi. Deyman deb tayyorlanib, u ukasi tomonga yo'l oldi. Qarangki taqdir qazo, ikkalovlari yo'lda vafot etdi.
Alloh taolo farishtalarga aytdi, ikkovini niyatiga yarasha nima niyatda vafot qilishgan bo'lsa, niyatiga qarab jannat yo do'zaxga olib boring. Akani niyati ibodat, tavba, u jannatga. Ukani niyati mayxo'rlik qilib, maishat qilib, aka bilan Alloh harom qilgan narsani tanovvul qilish niyatda dunyodan o'tdi. Uni niyatiga qarab do'zaxga. Niyat xolis bo'lsin, niyat to'g'ri bo'lsin. Azizlar, yangi mashina sotib olsak, yonida kitobi bo'ladi. O'sha kitobini o'qib, pulga sotib olgan mashinamizga e'tibor ko'rsatamiz. Kitobida bu mashinaga 76 benzin emas, 93 benzin quyiladi. Agar 76 quyilib qolsa, tez ishdan chiqadi. Uni o'qigan mashinaning egasi albatta unga amal qiladi. 76 quymaydi, 93 quyadi. Mashina buzilib qolmasin deb. Ey inson, mashinani joni temirdan, buni ayading. Allohni kalomi Qur'on sizni biz insonlarning kitobi-ku. Alloh kitobda bandam shunday zilol suvlarni, mevalarni sharbatini, sutlarni sen uchun shirin, halol qilib yaratganman. Shularni iste'mol qil. Sog'lig'ingga, salomatligingga, iymoningni mustahkamligiga ishlatgin. Bu aqldan judo qiladigan, sog'liqqa zarar, obro'dan ajratadigan bu harom narsaga berilmagin, buni ichmagin. Taqdir qilib qo'ygan hayotingga ham yetib bora olmaysan deb man qilingan narsani o'zini kitobida o'zi uchun aytilingan foydaga amal qilmaydi. Go'yo yurak boshqa sotib oladi, jigar boshqa sotib oladi. Mashinaniki topilmaydi-da, uni ehtiyot qiladi. Inson shu bilan o'zini Allohim taqdir qilib qo'ygan taqdiriga ham, bergan obro'yu izzatlariga ham o'zi sabab bo'ladi judo bo'lishiga. Noumid bo'lmang, niyatni to'g'ri qiling. Alloh man etgan narsalardan o'zingizni tiying. Alloh ikki dunyoyingizni aziz mukarram qilsin. Har bir yigitni, er kishini Alloh fayzi barakasini bersin. Lekin fayzu baraka xonadonimizni bekasi bo'lgan, bolalarimizni mehribon onasi bo'lgan, o'zimizni umr yo'ldoshimiz bo'lgan ayolimizga juda katta bog'liq. Xalqimizda shunday so'zlar bor. Erni er qiladigan xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Albatta bu maqolni zamirida juda katta haqiqat yotadi. Ayollarga qanchalik e'tibor bersak, ular ham qo'ldan kelgancha o'z e'tiborlarini qarashadi. Qanchalik beparvo ularni mensimay, men boqvonman sizlarni, men bo'lmasam nima bo'lardinglar deyib yuboradiganlar bor. Ya bu xato so'z. O'shalar borki, obro'yimiz, kasmi korda fayzimiz, barakatimiz bor. Bir odam xotinini ozodaligidan, pokizaligidan, erga qilgan e'tiboridan kunduzi yulduz ko'radigan bo'lib ketibdi. Shunchalik zehn o'tkir, shunchalik ko'z o'tkir bo'lib. Ayoli erini kiyimini har kuni almashtiradi.
bir kosaga ovqat suzadigan bo'lsa 7 marotaba yuvib e'tibor pokiza piyolalar, chinilar, bozordan olib kelingan narsalarni nihoyatda toza e'tiborlik bilan qarab, yotadigan o'rinlar toza pokiza bo'lganligidan inson qanchalik pokiza sharoitda tursa, pokiza narsalarni tanovvul qilsa, dili ravshanlashadi, aql ziyraklashadi, ko'z o'tkirlashadi, ko'cha ko'ydagi kasb-kor barakat topadi. Bir kuni o'zi maqtanib qopti: "Ey, qadrimni bilmaysan-da xotin. Odamlar kecha zo'rg'a ko'radigan yulduzlarni kunduzi ko'rib turibman-a. Sen har qancha shundoq ering borligidan faxrlansang bo'ladi." Deganda xotinlar aytdiki: bu meni xizmatim, sizga qilayotgan e'tiborim, hurmatim. Bor, bunga o'zi Xudo menga shunaqa yuqtirgan, Xudo bergan bu fazilatni. Bo'pti dedi-da, ayol e'tiborini susaytirdi. Ovqat suzganda kasani yo yuvsa, yo yuvdi, bo'lmasamda artib ovqat suzib berurdi. Piyolalarga uncha e'tibor bermadi. Kiyimlar haftada bir almashtiriladigan bo'ldi. O'rinlar ham bee'tibor bo'lildi. Hali odam kunduzi ham qoqilib, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan bo'lib, bugun eshitgan gapi ertasiga esdan chiqazadigan bo'lib g'alati bo'lib qoldi. Tan oldi. Xotin, avvalgi hurmatingni, avvalgi e'tiboringni qilaver. Bu mendagi xislat, fazilat, baraka, zehn o'tkirliklari u san tufayli ekan. Meni xatoyimni kechirgin. Ayol aytdi: Alloh kechirsin hammamizni xatoyimizni, bexato inson bo'lmaydi. Men sizga qanchalik qilayotgan e'tiborimni Alloh bilsa, Alloh rozi bo'lsa, siz mendan rozi bo'lsangiz, men jannati bo'laman dedi.